Assalomu alaykum. Mana stadionda rezinkasini qanaqa qilib tarab parvarish qilib turish haqida ko'pchilik so'rayapti. Shu taroqda tarashni bilishmayapti ekan. Asosiy bunaqa taroq bo'ladi. Bitta taroq olinadi. Sopini 2 metr qilib olinadi. 2 metr qilib olishdan sababi bunday qilib qonningizga qo'yganingizda bemalol o'zi yuraveradi. Agar kalta bo'lsa, hamdaroq bo'lsa qiyin bo'ladi. Shuning uchun 2 metr qilib olinadi. Endi mana bu out qismidan boshlab turib yuramiz mana taroqda. Yuriladi. Sentrgacha kelinadi. Sentrda to'xtaladi. Ponni bu tomonni sentrgacha, bu tomonni sentrgacha xuddi shu holatda tarab olib kelinadi. Mana bunday qilib. Faqat sentrgacha, u tomonda ham sentrgacha qilinadi. Endi shunaqa qilib bo'lingandan keyin stadionimiz ancha yumshaydi, xudo xolasa, yaxshilashadi. Endi ko'p stadionlarda mana bu chekkaga rezinka ko'payib ketib, qop-qora bo'ladi-da, o'rta yashil holat. Rezinka ko'rinmaydigan holatda bo'ladi. Endi bu tomonda rezinka ko'payib ketganda rezinkani o'rta qismiga olib borish kerak. Sababiki betlari kam o'yin bo'lgani, o'rtada ko'p harakat bo'lgani hisobiga ko'p joylarda o'rtalari yitilib, rezinka yo'q bo'lib ketgandan keyin o'rtalari yitilib, toshlari chiqib ketib qoladi. Endi rezinkani qanaqa qilib olib borish kerak mana? Shunday qilib shipiriladi. Rezinka ko'p bo'lsa, shipirib o'rtaga olib borilaveradi. Bu tomonni, bu chekkani o'rtaga, u chekkani o'rtaga olib boriladi. Endi stadionda o'rta qismi ko'proq, uzoqroq xizmat qilish uchun mana bu liniyani bu chekkasi bilan narigi chekka o'rta qismida, o'rta qismi qop-qora turish kerak. Mana bu holatda turish kerak. Hozir ko'rinib turgan holatlarda turish kerak. Albatta yaltirab, chiroyli bo'lib, hali nima bo'lib ketsa, misol rezinka yo'q bo'lib ketsa, shu o'rta joylar yitilib, tez rasvo bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Bittadan taroq olasizlar, taroq sotuvda bor, murojaat qilishlaring mumkin.